Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Короче, men kecha Javohirning 800 stream qildi. Streamida platka sotib oldim. Javohirning 8 o'zi bilan o'yin bo'lyapti hozir. 150 ming so'mga platka sotib oldim. Bolalar sizlar uchun, kontent uchun platka sotib oldim. O'yinni ko'ringlar. Javohirning 8 shay ishlayapti borka. O'yin shundaymi yoki boshqa odam o'ynaganmi? Streamdan keyin o'ynadik, lekin streamdan keyin o'ynayman dedi. Короче, easy Javohir 8 xo'rlagaman bu yerda. Вообще bot ekan videolari boshqacha o'ynaydimi yoki VPN bilan o'ynaydimi? Вообще bot ekan. Bolalar shu 150 mingga sotib olganim uchun iltimoslar like bilan подписка bosib qo'yinglar bo'ldi. Boshqa narsa so'ramayman. 50 ta bo'lishim kerak-da. Shu 2-3 kun ichida 50 ta bo'lishim kerak va streamlar boshlayman. Like bilan подписка bosib ketinglar. Sizlar bilan o'ynayveraman. Tekinga birga bir o'ynaymiz. ID yozib qo'yinglar, yozinglar kommentariyaga o'ynaymiz. Tedem o'ynaymiz. Xohlasang bu karta 24 tam o'ynayveraman, farqi yo'q. Bitta like, bitta подписка bosib qo'yinglar, iltimos. Kommentariyamga yozinglar, ID tashinglar. Populyarni sizlar xizmati bor, populyarni sotamiz. Короче, akkauntda 20 ka populyarnisi bor. Agar meni kimdir yutsa, birga bir tizim o'ynaymiz. Yutsa meni shu 20 ka 10 kasini tashlab beraman. Yana bir kishi bilan o'ynayman, yana yutqazsam 10 ka unga ham tashlab beraman. Davay bolalar, like подписка bosinglar, iltimos sizlardan. Bu endi o'yinni ko'raverasizlar. Like bilan obuna eslangin chiqmasin, iltimos.